Temoni ko'ringchi, quyuvdim. Manaqa bo'lib pujroq bo'lib ketdi-yu, polni. O'ta ko'p bo'lib pujroq bo'lib ketdi, mana bu havo bo'lib qoldi. Buni qanaqa qilib yo'qotsa bo'lardi? Quydim aka, qop-qora bo'lib qoldi rangi. To'ka mana bo'lib pujroq bo'lib ketdi. Assalomu alaykum hammaga. Mana hozir qo'ygan videolarimga taqqoslab o'rasizlar. Ularga ham o'zimiz quyib olamiz, o'zimiz qo'limizdan keladi bu ishlar deb bizdan rezinka olib ketishgan akalarimiz. O'zimizga o'sha quyib olamiz. Sifati bo'yicha javob beriladi. Rangi birinchi sort. Hozir bu katta devorga ramkamizniki, mana sifatiga ham baho berib ko'rasizlar. Assalomu alaykum hammaga, bizning kuzatuvchilarimiz. Sizlarga hop rezinka quyishda juda ba'zilarda ozgina bo'lsa ham 15%, 5% bo'lsa ham ma'lumot bo'ladi. Buni eshitgan yoki birov o'rgatgan yoki kimdir shu narsani qilib ko'rayin deganlar ko'p. Buni ko'p eshitaman. Lekin bu narsada qolip quyishda sifat bo'yicha birinchi o'ringa qo'yiladi. Endi bizda ham balkim bo'lishi mumkin, bo'ladi ham, ishda har doim bo'ladi, brak bo'ladi, boshqa bo'ladi. Boshqatdan qayta yana ishlaymiz uni, ustida yana noto'g'ri ketadigan bo'lsa, yana boshqatdan o'zimiz ustimizda harakat qilib boshqatdan ishlab beramiz. Lekin bular kimdandir o'rganib, kimdandir eshitib, kimdandir o'sha ma'lumot olib qilib ko'rishadi. Hozirgi videoga o'xshab turib, qaynab ketishi yoki puzruk, havo-havocha bo'lib, usti yomon bo'lishi yoki rezinkani yomon holatga kelib qolishi, qorayib ketishi yoki yonib ketishi ham mumkin bu narsani. Shuning uchun qolipni eritishda yoki uni boshqarishda o'zining yo'nalishlari bor. Agar boshidan shu qolip olishda uстановка ishidan boshlab turganingizda o'zi unga yaxshi o'zini holatida uстановка bo'lmasa, bu narsa o'zi oxirigacha yomon chiqadi bu narsa. Qolip olishda o'zi uстановкani xato qildingizmi, uстановкада o'zi noto'g'ri ketdimi, o'zi oxirigacha bu narsa brak bo'ladi. Hattoki rezinkani eritishda ham bog'liq. Uni o'zini grami bor, gramiga qo'shiladi. O'zini holatida eritilmasa, eritishda ham bog'liq. Uni o'zini grami bor, gramiga qo'shiladi. O'zini holatida eritilmasa, birinchi o'rinda e'tibor beradigan narsamiz uстановка. Uстановкасы normalniy bo'lmadimi, u qolip normalniy chiqmaydi u narsa. Siz aytib turgan yoki bizda qanday qoliplar chiqarish uchun uni noldan o'zi boshqaruvi soz bo'lishi kerak. Rezinkamiz hattoki jichcha e'tiborsizlik bilan eritiladigan holatda bo'lsa ham yonib ketishi kuchliroq. O'zimizda boshida ham shu narsani yo'lga tushirib turganimizda o'rganganimda ham shogirdlik etimda ham ko'p yoqib yuborardim. Qozongacha o'chirishi ham qiyin. U bir qozon yoki yarim qozon yoki 5 kilo, eng kamida 5 kilo eritasiz. 5 kilo eritsangiz ham u narsa oshiqcha qizdirib yuborsa ham yonib ketadi. Yonish xususiyati juda kuchli. Chunki u ham ximikati va yonuvchan xususiyatlari juda kuchli. Shuning uchun juda e'tiborliroq bo'lish kerak. Kauchuk qoliplarimiz bo'yicha bemalol murojaat qila olasizlar. Pastdagi nomerlarga yozib qo'yamiz. Nima masala bo'lsa, nima ish bo'lsa, qanaqa yordam kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqaverasizlar.